Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana bugun AdinExpert mavzusida gaplashamiz. Do'stlar, bu videomiz uzoq va uzun bo'lib ketishi mumkin. Buning uchun sizlardan uzr so'rab qolaman. Faqat sizlarga to'g'ri tushuncha berib o'tishni istagidaman. Shuning uchun men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xo'p, qaranglar. AdinExpert o'zi hamma kontoralarga nisbatan eng birinchi va eng katta kontora. Hozir dunyo bo'yicha nomerali kontora hisoblanadi. Buni hamma biladi. Xo'p, bunda sizlarga eng optimalni oson varianti приложениeni yuklab olib, mana shunday registratsiya tugma orqali registratsiyadan, ya'ni ro'yxatdan o'tish eng oson optimalni varianti. Приложениeni yuklab olishga keladigan bo'lsak, buni tushunmaydiganlar ko'p baribir oramizda. Bizni Telegram manzilimizda, mana shu video ostida yoki shu ekranda Telegram manzilimizni qo'yamiz. Shu yerdan o'tib bemalol yuklab olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, registratsiya tugmasini bosamiz va bizga 4 ta shak chiqib keladi. Ko'rganlaringizdek, mana xo'p, 4 ta shak. Bu 4 ta qatorda eng asosiy joylardan sizlarga kerak bo'ladigan po email, po telefon. Mana adin klikda ochsalaringiz, bu misol uchun juda tez ochish, keyin ichkariga kirgandan keyin, ya'ni akkaunt ichiga kirgandan keyin baribir yana atak sizlar mana shuni to'ldirasizlar. Polibom to'ldiriladi. Shuning uchun mayli, men sizlarga hozir oson variantini tez ko'rsataman. Yana videomiz uzoq bo'lib ketmasligi uchun, chunki pod telefon qiladigan bo'lsak, ponni to'ldirib chiqishimiz kerak buni. Shuning uchun sizlarga shu bemalol adin klik qilib ko'rsataman. Xo'p, bu avtomatik sizning geolokatsiyangiz bo'yicha, misol uchun boshqa davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatni valyutasini chiqarib beradi. Bizga mana misol uchun O'zbekistonni chiqarib beradi. Xo'p, bu yerda mana ko'rganlaringizdek hammasi tayyor. Valyuta O'zbekiston va bonus degan joyga sizlar bemalol mana Casino va AdinX Games deb qo'ysalaringiz bo'ladi. Sababiki bu har doim sizlarga misol uchun ko'p o'ynaydigan nimalaringiz, ya'ni Casino o'ynashingiz mumkin, AdinX Games. Faqat mana bonusna sport qiladigan bo'lsangiz, bu faqat sport uchun bo'ladi do'stlar. Xo'p, keyin bonus olish uchun birinchi depozit qilasiz. Albatta bu birinchi depozit. Hamma yangi depozit tashlaganda siz promokod mana hozir ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritsangiz, sizlarga ana shu birinchi depozit qilganingizga qarab bonus beradi. Xo'p, biz bunda men hozir sizlarga AdinExpertni o'zini promokodini tavsiya qilaman, chunki bu promokod ishonchli va hammaga aniq to'liq ishlaydi. Xo'p, promokod AdinExpert Pro promokodini yozamiz va mana bu yerda 18 yoshdan yuqori ekanligingizni tasdiqlaysiz va qolgan qatorlarni bemalol mana shu holatga ko'rinishga olib kelsangiz bo'ladi do'stlar. Va zaregistratsiya tugmasini bosamiz. Va bizga keyin yana kerak, ya'ni eng qiyin jarayon mana shu jarayon hisoblanadi. Bunda misol uchun mana bizdan mototsikl so'rayapti. Xo'p, avtobus so'rayapti. Svetofor yana mana shuni paftor beraveradi do'stlar. Shunga hech qanday qiyinchilik qilmasdan, e'tibor qaratmasdan shuni to'ldiramiz. Tak, mana hozir gidranti degani, mana shuni qayta bosaveramiz. Yana gidranti. Yana gidranti. Xo'p, bosdik. Va mana biz ro'yxatdan o'tdik do'stlar. Buni bemalol screenshot qilib olamiz, kopirovat qilib olamiz. Xo'p, mana screenshot bo'ldi, kopirovat bo'ldi. Dalil tugmasini bosib, biz avtomatik mana profilga o'tamiz do'stlar. Bu yerdan siz o'zingizning kabinetingizga kirib, kabinetdan bemalol boyaga to'ldirish kerak bo'lgan joylarni to'ldirasiz. Misol uchun mana настройкаga kirib, mana yerga akkauntga kirib, полный заполнить qilib chiqasiz. Bu уже keyingi qator. Misol uchun u oson, hech qanday qiyinchiligi yo'q. Va keyin eng birinchi narsa, ya'ni pul to'ldirishingiz. Mana пополнить счетni bosasiz. Xo'p. Va ko'rganlaringizda mana sizlarga Humo, Uzcard hammasi bor. Bemalol mana shularda mana Click, Uzcard nima qanday to'lov bo'lsa hammasi bor. Xohlasangiz mana Tron
USDTlar. Eng asosiysi ko'pchilik mana misol uchun biz o'zimiz ham hamma mana shundan to'ldiradi. Eng oson varianti Humo. Humoni tanlab bemalol hisobni, akkauntni to'ldirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Albatta videomiz uzun bo'lmasin deb qisqa olishga harakat qildim sizlar uchun va videomizda shu mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Komment, like bosib bemalol sizlar fikrlaringizni qoldirsalaringiz, savollaringiz bo'lsa kommentga yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.